Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Elmurodjon akamiz Andijon Suist avtosalonidan otalari uchun Suist S07 avtomobili xarid qildilar va bu jarayonda qanaqa holatlar yuz berdi, qaysi mashinalarda ko'rdi, shu haqida bir gaplashamiz. Assalomu alaykum Elmurodjon aka, xush kelibsizlar aka. Bizni brend tanlaganinglar uchun sizlarga katta rahmat. Sizga bir ikkita savollarim bor. Xolisona, mana xalqimiz ko'radi, uni YouTube'ga qo'yamiz. O'zingizni fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Aka, Suist S07 ni mana trading qilib sotib olyapsiz. Birinchi savolim, bizni xodimlarimizni sizlarni kutib olishi, sizlarga bo'lgan munosabati qay holatda? Endi Suist kompaniyasini birinchi tanlaganimizdan asosiy maqsad budjet. O'zi xalqimiz uchun asosiysi narx va sifat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari hamyonbop, chiroyli. Mashinalarimizni ham chiroyli narxga olib olishdi. Qolgan to'lovlari ham o'ta arzon. Kredit masalalariga keladigan bo'lsa yo rassrochkasiga keladigan bo'lsak, bu masalalar ham misol cho'ntak bop ekan, masalan, shu tufayli shu nimani tanladik, Suistni. Mana 9 ta salon aylanib keldik, xudo xolasa. Komfort, yumshoqlik, katta, oilaviy, 7 o'rindiqli mashinalarni ko'rib yurdik dadamiz uchun. Ko'rib shu Suist tanladik, chunki bunda ham 7 o'rindiq, shu tomoni ham budjetli variantligi, birinchida aytganimdek, chiroyli sifatiga gap yo'q. Shularni tanlab, oxiri 7-9 tanlovda shu qarorga keldik. Aka, mana o'zingiz tilingiz bilan aytyapsiz, 9 ta salonda aylandim deyapsiz. Faqat Andijondagi salonlarmi yo boshqa viloyatga bordingizmi yoki qaysi brendlardan ustun ko'rdingizki biz avtomobilni sotib oldingiz? 9 ta salonda aylandim. Andijonda o'zida 4 tacha. Farg'onada ham bir 3 ta salonga bordik, Namanganga bordik. Общий hisobda 9 ta salon bo'ldi. Qaysi brendlarni ko'rdingiz bundan oldin? Suist brendidan. Bundan oldin Cherry'ni ko'rdik. Cherry'dan keyin Chang'an, Dongfeng, Geely, yana Cherry'ning Namangandagi filiali, Farg'onadagi filiallarini ham ko'rib keldik. Geely'ni ham Farg'onadagi filialini ko'rdik. Hamma mashina bir-biridan chiroyli, bir-biridan yaxshi. Hamyonbopligi tufayli shu mashinani tanladik. Ham yumshoqligi, komforti narxiga nisbatan u yoqdagi salonlardan arzon. Xo'p, aka, mana o'zingiz fikrlaringizni bildiryapsiz-da. Namanganga, Farg'onaga bordim, ancha salon aylandim. Demak, men ana bilaman, hamma mashinani test drive qilgansiz, to'g'rimi aka? Test drive har bir mashinani kamida 3 marta. Bizni mashinamizni ham mana S6 bilan S07 da to'xtaldingiz, to'g'rimi? Endi Suist qo'ya turaylik-da, Suistni tanladingiz siz, uje bildingiz. Mingan mashinalaringizdan ustunligini aka o'zingiz xolisona fikr bildirsangiz. Menga komforti yoqdi ko'proq, yumshoqligi yoqdi. Baland. Qolgan mashinalarga nisbatan mana shu narxdagi mashinalarni misol oddiy misol keltiraman, Cherry. Endi hamma xalq biladigan Pro 7'lar, ikkinchi pozitsiya. Uni ham ko'rdik, undan ko'ra balandroq, kengroq. Unda 7 o'rindiq yo'q, narxlarimiz endi 5-10 million farqi bor ekan, ularda ancha qimmatroq. Bunda ham 7 o'rindiqli. Shu sababli mana shu mashina bizga juda yoqdi. Keyin uni ham mana o'zimiz Andijonda test drive qildik. Xodimlar sizlar bilan mana o'ta chiroyli yurdi. Tekis yo'lda ham qildik, motorni ko'rdik, bosdik, yomon yo'lda ham qildik. Eko mashinani ham, qolgan salonlardagi har bir mashinani shunaqa yezda qilib ko'rib chiqdik. Aka, demak, sizning fikringiz hozir 9 ta salon aylangansiz, lekin siz ikkita mashinada shunday to'xtalyaptidingiz. 7 Pro yoki Suist S07. Bu sizning tanlovingizda 7 yutib chiqdi. Nimaga? Misol uchun o'zingiz tilingiz bilan aytyapsiz, to'lov shartlari, mashinani komfort, yumshoqlik. Oilaviy, 7 o'rindiqli. Shuni hisobiga. Shuni hisobiga. Cherry'da ham misol 8 Pro'lar bormi, misol uchun? 8 Pro'lar bor, 8 Pro'lardagi bor narsa bunda ham bor. Narximiz bir 80 yo adashmasam 60 millionda to'xtasa kerak farqi. Budjet hisobidan hamma narsa bunda bor, hamma komfort bor. Narxida
60 million arzonroq. Xo'p, mashinamizga to'xtaldik sizga kattakon rahmat aka. Yana bir jihati bor mashinamizni. Swiss Cherry'da mana to'xtalyapsiz-da. Narx jihatdan pastroq deyapsiz, lekin narx tugul aka komfortda o'zingiz sanayapsiz. Plus aka O'zbekistonda ancha-muncha brendlar yo'q, servis knishkalarimizni o'qitdik. 6 yil 200 ming kilometrlik rasmiy kafolati bilan ham ustunroq turadi meni fikrimcha. Shunaqa 6 yil 200 ming garantiya 6 yillik mashina endi qolgan joylarda mana 5 yil beryapti ko'rdik. Farg'onalarda 5 yil beryapti. Faqat shunda Swiftda 6 yil ko'rdim men. Boshqa joyda solishtirib ko'rdik, unaqa farqi unaqa yo'q. 6 yillik yo'q. Elmurodjon aka, yana bir savolim aka, hammaga nasib qilsin, ota-onasiga, imini otasiga shunaqa avtomobillar sovg'a qilish aka. Mana bitta yangi shu mashinani olib beraman deganingizda o'zini qanaqa his qildi aka? Hayajon. Birinchi o'rinda hayajonlandik. O'zim qachon o'zim mashinaga kelib, qo'l qo'yib, dokumentlarni qilganda o'zim ham hayajonlandim. Mana bugun sizlar bilan mana 1 soat oldin mashinani kechga tayyor bo'ladi dedinglar. Bu kutilmagan bo'lgan vaziyatda kechgacha mashina minib ketasizlar dedinglar. Mana damda olib hozir ketamiz, kechga kelamiz. O'zinglar mana servis xizmatiga gap yo'q, o'zlari telefon qilyapti, o'zlari aloqaga chiqyapti. Mana mashinani ko'rib ketgan kunimizdan keyin ham, masalan 3 kun 4 kundan keyin ham aloqaga chiqdinglar. Hol ahvol so'rab, o'zimizni fikrimizni so'rab, nima qildinglar? Shu tomonlariga ham zo'r. Mana hozir ketamiz, yana o'zinglar vaqt bo'lganda bitganda chaqiramiz deyapsizlar. Boshqa salonlarda misol nomerlarimizni tashab kelganmiz, to'g'risi, hamma salonlar yozib olgan. Ba'zi salonlar telefon qilyapti, ba'zi salonlar qilmayapti. Ba'zi salonlar fikrimiz o'rganyapti, ba'zilar даже o'rganishga harakatlanadi. Xodimlar telefon qilib, minib ko'rdik, misol so'radi, qanaqa bo'ldi, kim, nima, sizga qaysi jihatlari yoqdi. Bularga gap yo'q. Endi otamga sovg'a qilayotganda endi kechqurun ko'ramizda endi hayajonni, xudo xolasa. Elmurodjon aka, hammaga aka, misol meni o'zimdan ham ichimdan o'tadi, o'zim avtosalonda ishlayman. Otamga shunaqa zo'r mashinalar olib berish menga nasib qilsin deyman. Nafaqat menga, butun O'zbekiston, butun dunyoda otasi borlarki, Xudoga shukr ota-onamiz sog'. Otasi borlarki, ota-onasiga shunaqa avtomobil yoki bundan-da zo'rroq avtomobil sovg'a qilish nasib qilsin. Nimaga ota-ona farzandini katta qiladi, baxt kamolini ko'radi. Mana aka, xudo xolasa, Hoji akamiz sizni baxt kamolingizni ko'ryapti shu kunlarda. Mana o'zingiz chiroyli qilib ko'nglini ham ko'tarib qo'ydingiz, to'g'rimi aka? Albatta. Aka, ushbu avtomobilimizni sizga yoqdi, mana xarid qildingiz. Endi xalqimizga o'zingiz tavsiya qilasizmi? Mana o'zingiz ancha-muncha salonlarda aylangansiz, o'zingizni xolis fikringizni bersangiz aka. Xolis fikrim kuzov jihatidan o'ta chiroyli ishlangan. Salonda bari qulayliklar bor, monitor bor, bari hamma qulaylik bor. Hozir xalqimiz o'zi biladi ham. Tavsiya berasizmi aka? Tavsiyasiga kelsak, kelib bugunoq olishni tavsiya beraman. Chunki mana 9 ta salon aylandik. Mana bizga o'xshab biroz vaqt yo'qotadi. Misol keladi, byudjetniy variant shu, keladi, ko'radi, qulay mashina shu. Fikrim shu. Do'stlar, eslatib o'taman, Swift Andijonda Swift avtomobillariga 25% boshlang'ich to'lov bilan 70% gacha to'lov qilsangiz, 20 oydan 5 yil muddatgacha foizsiz muddatli to'lovlarimiz yoki mablag'ingiz ozgincha yetmasa, muddat uzoqroq bo'lsa, imtiyozli ozgina, unaqa ko'p foiz emas, foizlari bo'ladi, lekin sizga budjet tomonlama eng qulay bo'lishi mumkin. Eslatib o'taman, manzilimiz Andijon shahar, 80 metrlik ko'chada ulgurib qoling. Avtomobillarimiz soni va ushbu tartibdagi rassroychka yoki imtiyozli kredit tartiblari muddati chegaralangan. Elmurodjon aka, xulq bo'lsin, Hoji akamga sekin kech payt o'zimiz qo'yib yuboramiz aka. Sizga kattakon rahmat, sog' bo'ling. Do'stlar, Swift avtomobilini navbatdagi mijozi Elmurodjon aka dadasiga sovg'a qildi. Ushbu avtomobilimizni aka, xudo xolasa sovg'alari tabriklaymiz. Aka, qarang, avtomobilni xarid qilish jarayonida qanaqadir kamchiliklar sezdingizmi? Shular haqida batafsil kameraga gapirib berasiz aka. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Mashinani oldik chiroyli narxga. Obedga kelgandik, mana xudo xolasa kech kirmasdan mashina nomimizga o'tib, xudo xolasa uyga ketishda arafasida turibmiz.
Rahmat shu bolaga. Mashinani qulayliklari o'ta zo'r, xalqimiz bop, narxlari juda chiroyli. Xudo xolasa hamma dadasiga, onasiga, oilasiga nasib qilsin, sovg'a qilsin. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, ovoragarchilik bo'lmadi, yug'ur-yug'urlar bo'lmadi. Bolalar o'ta chiroyli xizmat ko'rsatishdi. Barchalarga rahmat. Mashinaga uchun rosa super. Bonuslarga keladigan bo'lsak, bonuslar ham barchasini qilib berdilar. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Oldi setkalari, tonirovkalar, pollilar biz hammasiga rozimiz, chiroyli bo'ldi. Hadovoyga keladigan bo'lsak, hadovoy mana 3ta mashinani test drive qilib ko'rdik. Uchov mashinani ham chiroyli, yumshoq. Tekis yo'lda ham siz bilan birga, yomon yo'lda ham qilib ko'rdik. O'zimizni dehqonbop mashina ekan, to'g'risi. Dala tanlamas ekan, yo'l tanlamas ekan, ketaverar ekan. Yumshoqligiga gap. Hafta tavsiya berasizmi aka ushbu avtomobildan olishini, xudo xolasa? Albatta tavsiya qilamiz. Agar budjetli variant qidirayotganlar bo'lsa, chiroyli narxga chiroyli mashina, yumshoq mashina qidirayotganlar bo'lsa, albatta tavsiya beraman.